Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Bediyev Johir. Bugun sizlar bilan sun'iy intellekt bozorida eng katta kuchga ega bo'lgan Google'ning Gemini sun'iy intellektini 1 yilligini tekinga olishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'zi nimalar beradi? Birinchi o'rinda Gemini appga ruxsat beradi. Bu o'zi oylik bu dollarda hisoblaganda $199 ya'ni mana boshqa notalar ko'rsak, $199 oyiga va mana shu yillik $200 hisoblanadi. Va bunda siz Gemini appga ruxsat olasiz. Ya'ni deep searchlar, ya'ni sizda yoziladigan katta kodlar, insholar, 1,5 ming pejli kitoblarda bemalol tahlillashtirishingiz va mingta kredit beradi. Ya'ni ko'proq video generatsiyalar, ya'ni VO3 bilasizlar, dunyodagi hozir juda ko'plab, pastda 60-70% sun'iy intellekt qilingan videolar mana shu Gemini orqali qilinadi, VO3 model orqali. Keyin rasm bo'yicha birinchi o'rinda turadi, ya'ni Nano Banana Pro degan versiyasi. Keyin mana shu 3tasi oxirgi mana bu Gemini Docs'larga ruxsat beradi. Keyin koding uchun ham bordi, hozir koding uchun pastga chiqmaydi. Koding uchun ham hamma narsa uchun ko'p narsa imkoniyatlar beradi. Va buni bitta aytaman, agar siz yangi portfolio ochsangiz, sizga o'zi birinchi o'rinda tekinga 1 oylik beradi. Agar siz men shu vaqtgacha ko'rsatgan sizda ishlamasa, hech bo'lmasa 1 oylik yangi akkaunt ochib, 1 oyligini tekinga olib ishlatishingiz mumkin. Endi lekin biz 1 oylik emas, 1 yillikni qaytib olishni ko'rib chiqamiz. Birinchi yangi akkauntga o'tamiz va bu yerdan birinchi VPN deb yozamiz, VPN extension deb yozamiz va VPN extensiondan biz mana browse deganni o'rnatamiz. Browse ya'ni downloadga o'tasizlar. Download. Lojbochi kompyuterda bo'lsa yaxshi, ustanavit. Qarang, keyin bittasi VPN har doim ishlab turish kerakmi? Yo'q, har doim ishlab turishadi. Bir marta o'rnatib olganimizda ishlasa bo'ldi. Ikkinchi, biz bir marta sotib olganimizdan keyin Google qaytarib olishi mumkinmi? Yo'q, qaytarib olmaydi. Bir marta sotgandan keyin uni qaytarib olmaydi. 1 yil davomida sizga full access bo'ladi. Uchinchi, biz sotib olgandan keyin bizlarga pul yechib olish mumkinmi? Yo'q, pul yechib olmaydi. Ya'ni sizning kartangizda pul yechmaydi 1 yil davomida. Agar subscription olib qo'ygansiz, uni cancel qilsa bo'ladi. Yoki hisobingizda unaqa yetarli mablag' bo'lsa, yechib olmaydi o'zi. Mana yoqdik, iloji boricha Latviya emas, bizga United States bo'lsin. Mana United States o'zgartirib qo'ydim, yoqib qo'ydim mana. Tekin ishlayveradi. Endi shu yerdan o'tasiz, mana o'tasiz. Bizlar Gemini, qaranglar, Gemini student yozamiz. Faqat studentlarga beradi buni va studentlarga o'tasiz, mana Gemini studentdan o'tasiz, mana bu yerda ochiladi. Va bu yerdan get offer'ni bosasiz. Va get offer'ni bosganingizdan keyin sizda mana shunday chiqadi. Lekin bitta narsani bilinglar, ko'pchilik mana shu yerda yiqiladi. Aytish mumkin. Misol, mana men boshqa akkauntdan qilib Gemini student deb izlasak, ya'ni mana bunday bossam. Misol, get started deb bossam, misol uchun. Mana bunaqa chiqishi mumkin sizda. Yo, mana shunaqa chiqishi mumkin. Yoki mana bunaqa chiqishi mumkin. Gemini student. Men birdan ko'rsatib ketdik, ko'pchilik mana shu yerda yiqilyapti, ya'ni juda qiynaladi. Shunaqa o'qib mana. Gemini studentsa mana bunaqa chiqadi. Yoki monaydek o'tira, ya'ni 1 oylik sotib. Siz birinchi o'rinda akkauntingiz pullik akkaunt, oldin pullik akkaunt ishlatgan bo'lish kerak emas. Birinchi. Mana shu ishlar ekan. Ikkinchi, oldin bu funksiyalardan biroz bo'lsa ham foydalangan yoki Gemini'dan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Agar bunaqa chiqayotgan bo'lsa, bo'ldi, bu akkaunt faqat 1 oylik tekin ola olasiz. Buning uchun hech qanaqa boshqa amallar amalga oshirishadimiz. Get Pro olsangiz olasiz, bo'ldi. Ya'ni 1 oylik tekin olishingiz mumkin. Lekin agar siz yangi akkaunt bo'lsa, hali Gemini'dan ro'yxatdan o'tmagan akkaunt ochib olsangiz, shunchaki mana shunday oyna chiqadi. Iloji boricha yangi akkaunt bo'lsa yaxshi. Yoki Google proviziyalardan yoki Google biron narsalardan aktiv foydalanmagan akkaunt bo'lsa, ana shunday ochadi. Git status. Misol uchun men ham tasavvur qilishim, men ham asosiy akkauntim, aytaman, Javohir degan asosiy akkauntim, lekin misol uchun Bahriddinov degan shu akkauntni Gemini Pro'da ishlataman. Men ham hatto boshqa akkauntdan o'tib olaman, kerak payti ma'lumotlar olib ishlataveraman. Mana git statusda bosishdan oldin xuddi shu yerdan copy link address degan joyi bor. Copy link addressni olamiz. Endi qaranglar, boshqa profildan yo shu profildan batch.key ga o'tishingiz kerak. Ya'ni mana shu akkauntga o'tishingiz kerak. Men bu yerdan ko'rsatib ketay. Bu akkauntda mana o'tganlardan keyin mana bu akkaunt olib chiqadi. Bu ana shu narsani sizga berilgan linkni, mana bu yerda berilgan linkni sizni studentligingizda tasdiqlaydigan link. Lekin bu yerga key sotib olish kerak. Men 4 ta keyni Telegram akkauntimga yuklab qo'yaman. Tekin keylarda bu yerga key. Faqat shunga sal xarajat qilsangiz kerak. Buni o'tsangiz, mana bu yerda linkini bossangiz, mana bu yerda linkini bossangiz, shu yerda login parol qilib o'tasiz. Mana login qilib emailingizdan o'tasiz. Mana uni ham o'rgatib ketdik. Mana bu yerda sign up qilasiz. Nomingizni kiritasiz, misol uchun Bahodir. Emailingiz. Email nomini mana. Emailini kiritaman. Mana emailim, password, misol uchun Bahodir. Buni kiritamiz. Mana kiritdim. Men ro'yxatdan o'tib va Gmailga uni bordi. Tasdiqlovchi kod bordi, mana 7580. Qarang, agar bu yerga kelmasa, mana bu yerda spam degan joyga kelishi mumkin. Shuni ham inobatga olib qo'y. Yo spamga kelar, yo sheyga kelar. 7586 mana. 7586. Hammaga bir xil bo'lmaydi, siz uchun alohida. Mana 20 yuanlik sotib olganman, hatto 5 yuanlik ham sotib olsangiz bo'ladi. Bitta key uchun 5 yuan yetadi o'zi. 5 yuanga bitta key beradi. Mana bu yerda keyni ishlatib olish uchun, mana start keyga mana shu key tashlash uchun. Va shu yerga buy'ni bosasiz. Yoki mana buy'ni bosasiz. Bu 20 yuaniz, bu dollarda, bu 100 yuan bo'lsa, bu $16 bo'ladi. 20 yuaniz $4 bo'ladi. $3 dan sal ziyodroq bo'ladi. Mana shuni bosasiz, space bosib, OK'ni bossangiz, shu yerda mana chiqadi $3 mana. $3 ga bitta key olasiz, bo'ldi. Endi karta ma'lumotlaringizni kiritasiz. Email kiritasiz, men kiritganman mana. Mana bu yerda kiritib, men 20 yuan mana congratulations sotib oldim dedi. Menga key berdi mana. Bitta key berdi. Xohlasangiz bu keyni ishlasangiz bo'ladi, balki menda bo'lmaydi, lekin menimcha bo'lmaydi bu keyni qayta ishlatib. Va xuddi shu keyni olasizlar, mana shu keyni olasizlar, mana o'zlari key beradi sotib olganingizda. O'tasiz, keyin mana bu yerga start keyni bosib, mana bu yerga bosib, OK'ni bosasiz, ishlab mana bu holatga o'tadi mana.
Mana bu qolib ketadi, bo'ldi. Start, ya'ni sen ishlatishing mumkin mana. Meni ishlatishga ruxsat berdi. Endi mana shu narsa ishlagandan keyin mana copy link deb bosasiz, copy link adres. Shu linkni tashlaysiz mana, share, mana start verification bosasiz. Xo'p, wait deyapti, kutish kerak deyapti. Endi biroz vaqt oladi mana shu jarayon. Bir marta refresh qilaring deyapti. Nega refresh qilishim kerak sizlar? Tokenda biroz muammo bor deyapti. Bo'ldi mana. Boshqatdan qildim. Endi mana shuni kutishim kerak. Ya'ni mana shu cancel turibdi, pending bo'ldi va meni boyagi akkauntimni endi student maqomiga o'tkazadi va men student maqomiga o'tganimdan keyin men bemalol mana check it bo'lyapti o'zi, mana pending o'zi ishlab ketdi. Va ishlab ketgandan keyin men buni bemalol sotib olaman. Mana successful bo'ldi. Endi bunaqa o'tamiz. Mana successful bo'lgandan keyin, aniq successful bo'lganini bilib oling, keyin o'tasiz. Keyin bo'ldi. Mana shu yerda go ni bosamiz. Go statusni bosamiz. Shuni tekshiradi bizlarda. Mana siz o'tgansiz, boya akkaunt o'tkazib berdi. Endi Get Pro ni olishingiz mumkin. Get Pro 12 oyga, 12 oyga besplatni Pro versiyani olamiz. Mana ana kirityapti. Men ana bilan karta bilan kiritamiz. Mana bu yerda aytib qo'yibdi nimalarga, masalan, kitob tahrirlashi, ijozatlar qildirishingiz, katta kodlar yozishingiz, har bir narsani qilishingiz mumkin. Men bu yerga parollar kiritib olaman, faqat to'g'risini ko'rsatmayman, ko'pchilik anaqa qiladi. Parol shunchaki karta nomeringizni kiritasiz. Mana men tasavvur uchun karta nomeringizni kiritasiz, keyin oyligini kiritasiz. Keyin uni orqasida, ya'ni bunda Visa kart yoki Mastercard bo'lishi kerak. Pul ich oladimi? Yo'q, pul ich olmaydi. $0 ich oladi. Hech qachon, men bundan qo'rqyapman. Bu Google hech qachon sizdan yashirincha yoki boshqacha ich olmaydi. Bu aynan anodiki. Men hozir yechib anaqa ko'rsataman. Yani kirgizaman ma'lumotlarni, chunki bu yerda emas, boshqa o'yinlarda kirgizaman, chunki sizlarga mening kartam ko'rinib qolsa, to'g'risi men keyin o'zim ishlatolmay qolaman. Hamma mening kartamni kirgizib tashlashi mumkin. Xavfsizlik yuzasidan. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. 0128 hozir amal qilish muddati 0128. Pochta indeks kerak emasdir va besplatni pochta indeks kerak ekan. Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, USA misol uchun zip koddik va shu zip kodda olishim kerak, bironta zip kod olik, ixtiyoriy pul uradi bizga. Misol uchun mana olmish. Mana shuni qo'yib beramiz. Saqlash mana. Karta ma'lumotlarimni kiritdim va hech qanaqa summa ich olmaydi. Mana mening SMS keldi. Sendan shuncha, lekin qarang mana aytayapti. Anugacha senga besplatni deyapti. Bugundan boshlab senga besplatni faqat deyapti 2023-yanvar 2027 yil, ya'ni 1 yildan keyin pullik bo'ladi. $19 dan oyiga to'laysan deb. Mayli, men keyin cancel qilib olaman. Cancel qilsa bo'ladi. Xohlagan shu kartangiz olgan ilovani orqali 1 yildan keyin kartangizda uning uchun plan bo'lishi kerak. O'zi hech olmaydi. Bo'ldi. Ha, tekshirib ko'ramiz sizlarni. Mana cancel bo'ldi. Endi rahmat deymiz. Mana Gmailga o'tamiz. Mana Gmail mana yerda ko'rayotgan bo'lsangiz Pro versiyaga o'tdi. Mana bemalol endi xohlang video yarating, xohlang rasm yarating, juda katta kodlarni tahlil qildiring yoki o'zingizga asoslanib qildirishingiz mumkin. Video yoqqansa like bosib qo'ying va qolganlarga ham ulashib qo'ying. Endi anada o'chirib qo'yasiz. Va men Telegram kanalimda yana 3 ta iloji boricha anada qoldirib qo'yaman. Nima edi? Zipkodni iloji boricha, lekin bilmayman, boyaga key beradigan. Mana bu faqatgina sizda bitta muammo, mana shundan key sotib olish bo'ladi. Bu ham qiyin emas, faqat $3 men sarfladim. Shundan sotib olish uchun. Lekin yana 3 ta olishim mumkin, chunki men bittaga olib pul to'ladim. $20 to'ladim. $20 deb hozir $3 to'ladim, 20 yuan. Va menimcha bundan keyin yana 2 ta 3 ta olishim mumkin menimcha. Bitta uchun 5 yuan, yana 3 ta olib qo'yib qo'yaman, xudo xohlasa, Telegram kanalimga. Hammaga rahmat. Bu video foydali bo'lsa qolganlarga ulashib qo'yasizlar. Faqat bu menimcha fevral oxiriga, yanvar oxirigacha amal qiladigan narsa. Hammaga ulashib qo'yasizlar. Salom.